Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, kuzatib boradigan insonlar. Bugun ham bir ajoyib kunlardan biri. Sizlar bilasizlarki, men ijtimoiy tarmoqlarga odatiy narsalarni olib chiqmayman. Ijtimoiy tarmoqqa olib chiqiladigan keyslar yoki videolar bu odatdagi standart narsalardan farq qilgani uchun olib chiqaman. Bugungi kunimiz qahramoni Erkin aka. Erkin akada ham agar ozgina orqaga qaytadigan bo'lsak, boshida oshqozon saratonida umuman shubha bo'lmagan, даже bor deb o'ylamagan Erkin akani faqatgina shu qorindagi grija bezovta qilgan. Xirurgga murojaat qilgandan keyin grijani o'sha qorindagi grija isecheniya qilishdan oldin bemorimizga aytishganki, siz albatta gastroskopiya qilish kerak. Ya'ni oddiy tilda, o'sha xalqimiz tilida zond, ya'ni kamera orqali kirib turib oshqozonni ko'rishimiz kerak deyishgan. Shu oshqozon tekshirilgan vaqtda ming afsuski Erkin akada oshqozon saratoni chiqdi. Bungacha mana hozir o'zlari ham aytib beradilar, bu gastroskopiya qilingunga qadar bu insonni hech qanaqa og'riq ham, ko'ngil aynishi ham, kusish ham hech narsa bezovta qilmagan. Bularning xayolida faqat grija bo'lgan, qorin grijasi. Lekin hozir bitta narsani ham o'zlari aytib o'tadilar, shu gastroskopiya qilguncha yoki shu qorin grijasini operatsiya qilguncha bu insonda axlat rangi qora bo'lgan ba'zi bir vaqtlarda, lekin e'tibor berilmagan. Undan keyin bemorimiz bizga murojaat qildi. Murojaat qilgandan keyin biz bemorimizni tekshirdik. To'liq, ya'ni qorin bo'shlig'ining kompyuter tomografiyasi, ko'krak qafasining kompyuter tomografiyasi, o'zimizda boshqatdan fibrogastroduodenoskopiya, ya'ni zond orqali, kamera orqali oshqozonni ko'rdik. Ming afsuski, yuqorida o'sha qo'yilgan diagnoz, o'zlarini bolnitsasida qo'yilgan diagnoz tasdiqlandi. Eng yomoni oshqozondan qon ketayotgan edi. Axlat rangi shuning uchun qora bo'lgan, lekin o'z vaqtida e'tibor berilmagan. Shu oshqozon saratoni asorat berganligi, ya'ni oshqozon o'smasidan qon ketayotganligi uchun bemorimizga biz xirurgik davoni tavsiya berdik. Lekin keyin biz bir narsani bildikki, bizga kelguncha Erkin aka boshqa bolnitsalarga ham borib gaplashib ko'rgan. Erkin aka, mana kamera bo'lgan gapni aytib berishingiz mumkin. Shuning uchun bemalol borni aytavering. Albatta rahmat va doktor gaplariga 100% qo'shilaman. Shu yerga yetib kelgunimcha ko'p xirurg vrachlarga uchrashib ko'rdim. Apparatlarda tekshirinib ham ko'rdim. Lekin shu tekshiringacha bo'lgan davrda menda umuman bu hozirgi jarayonga bir ishonch ham bo'lmagan, boshqa ham bo'lmagan. Nega? Sog'lom turmush tarzida yeganman, ichganman, yotganman, turganman. Umuman meni bu kasallik bezovta qilmaganda. Taqdirni qarangki, o'sha zond yutgandan keyin shu narsa aniqlik kiritib qoldi. Bir necha joylarga bordim, to'g'risi ko'nglim to'lmadi. So'ng ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da axtarib ko'rib, Umidjon O'tabekovni lichkasini topib qoldim. Qarasam, hamma tomonlama menga qulay maslahatli bir fikrlarni beryapti. Qarang, mana Alloh shu kunni ravo ko'rgan ekan. Barcha tekshiruvlarni qaytadan sinchiklab tekshirib ko'rdi. Obdan sinchiklab tekshirdi. Ming bora shukr qilamanki, shu qilingan sa'y-harakatlarning hammasi chiroyli samara berdi. Mana hozir shu operatsiyadan chiqqanimga sanoqli kunlar bo'lishiga qaramasdan, tik oyoqda xuddi sog'lom odamday ma'lum darajada yeb ichib, sog'lom turmush tarzini kechirishda davom etyapman. Erkin aka, mana sizga bitta narsada men keyin aytib bu gapni, bizdan oldin 2-3 ta ishxonada bo'lgan ekansizlar, bolnitsada bo'lgan ekansiz. To'g'ri. Aytib berdingiz, palon odamda, palon ishxonada bo'lganman, lekin mana sizga savolda, misol uchun bor gapni ayting. Nima uchun o'sha yerda operatsiya qildirmasdan imminent Toshkent shahar onkologiyasiga keldingiz, shu yerda qoldingiz, shu yerda operatsiya qildirdingiz? Endi bitta narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman-da. Tibbiyotda ishlayotgan shifokorning birinchi navbatda so'zi odamni davolaydi-da. Buni fikri, odamgarchiligi, bemorga bo'lgan munosabati insonni ruhiyatini ko'taradi. Har qanday boyagidek qiyin ahvolda turgan bemor o'zini sog'lom his eta oladi. Men shunday deb bilaman. Chunki noo'rin bo'lsa ham aytib o'tay, mana shu tibbiyot sohasini nonini yeyish uchun men ham 5 yil harakat qilib ko'rganman. Alloh menga boshqa sohadan non berdi. Institutga kirmoqchi bo'lgansiz? Ha, 5 yil mana shu meditsina sohasiga tashmaga o'rganganman.
Lekin Alloh meni pedagogik yo'nalishga nom berdi. Allohga ming bora shukrki, hayotda shunday insonlarning borligiga, shunday shifokorlarning borligiga, shunchalik odamning jonini jon deb oladigan shifokorlar borlarga men tasannolar aytaman. Allohga ming bora shukr. Mana shu ahil jamoaning ahilligiga ko'z tegmasin. Ishlariga Alloh rivoj bersin. Bir umr mana shu insonlar bilan salomatlikda, mehr-oqibatda bo'lib qolaylik. Erkin aka keldilar. Men diagnoz qo'ygandan keyin eslataman sizga, ishonmagansiz. Shunday. Aytgansiz, eslaysizlarmi? Men ahvolim yaxshi-ku, nima uchun menga saraton diagnozi qo'yildi deb. Bilasizmi, ko'pchilik shunaqa deydi, bu birinchi marta berilgan savol emas. Buni ko'pchilik kelsa, men yaxshiman-ku, nima uchun ovqat yeyman, o'zim tualetga boraman, o'zim ichaman, qanaqasiga saraton bo'lishi mumkin? Men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Men saraton boshlang'ich bosqichda hech qanaqa alomat belgi bermaydi. Belgi bersa, o'sha bu 3-chi yoki 4-chi kechroq bo'lishi mumkin, afsus. Shuning uchun odamlar ishonmasdan, biz diagnoz qo'yishimizga qaramasdan, shu histologik xulosani ko'rsatishga qaramasdan bemorlar ketaveradi. Lekin afsus bir necha vaqt o'tib bizga baribir qaytib keladi. Lekin qilishi imkoni bo'lgan narsa vaqt o'tgandan keyin imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Shunday. Tarqab ketishi mumkin, biron-bir qon tomiri o'sishi mumkin, atrofdagi organlar o'sishi mumkin, yoki o'pkaga, jigarga metastaz berishi mumkin. Ya'ni bu qilinishi kerak bo'lgan operatsiya birinchidan o'sha protokol asosida, ya'ni mana bu standartlar asosida kerak emas bo'ladi, yoki bemor ahvoli ko'tarmaydi. Eng katta shu nima deydi, xatolardan biri shu bo'ladi. Shunday. Tekshirdik, tekshirishlar mobaynida qizilo'ngach tugab turib oshqozon boshlanish, ya'ni kardioezofageal sohasida o'sma aniqlandi. O'sma aniqlangandan keyin biz 28-chi adashmasam, 28 may kuni shu ustozimiz professor G'olib Abdullayevich bilan birgalikda garlik asava do'stfi bo'yicha, bu nima degani? Biz bitta ochganda qorinni hamda chap ko'krak qismi qafasni ochamiz. Oshqozon to'liq olib tashlanib turib, o'rniga ingichka ichakdan boshqatdan yangi oshqozon yasaladi. Nima uchun ko'krak qafasini ochish kerak? Chunki kardioezofageal sohasi degani bu pishivotning, hozir ko'rsanglar bo'ladi, pishivotning o'sha o'sma, pishivot ya'ni qizil'o'ngachning tugashi hamda oshqozonning boshlanishida joylashgan. Bizda qizil'o'ngach ko'krak qafasida joylashgan, oshqozon pastda joylashgan. Shunday. Shuning uchun majbur bo'lamiz ham ko'krak qafasini, ham qorinni ochishga. Bu juda ham katta operatsiya, mana boshingizdan o'tkazdingiz. Lekin sizni bilmagan, tanimagan odam, ko'rmagan odam o'zimizning doktorlardan boshqa, menimcha bir kasal yoki bir operatsiya bo'lgan demasa kerak menimcha. To'g'ri, sal qanaqadir mayda-chuyda og'riqlar bo'lishi mumkin, charchab qolishingiz mumkin. Bularning hammasi ozgina vaqt kerak. Shunday. Chunki bu hazil emas. Chunki ko'krak qafasi o'zi alohida operatsiya, qorin alohida operatsiya. Bunaqa operatsiya faqat onkologiyada bor. Birdaniga qorinni hamda ko'krak qafasini ochish faqat onkologiyada bor. Lekin men siz uchun xursandman. Mana o'zim oldimga qo'ygan bir missiyani bajardim. Rahmat. Shu Toshkent shahar onkologiyasida kelib turib davo topganingiz rozi bo'lsin. Rahmat. Siz hammangiz yaxshi, ishlaringiz yaxshi, sog'lig'ingiz yaxshi. Mana bugun iplarni olish boshladik. Ha, mana bugun ravon 2 hafta bo'ldi. Mana 14-kundan boshlab turib, bugun sekin-sekin bitta-bitta iplarni olishni boshladik. Shuning uchun agar sizlarga doktorlar, onkologlar sizda saraton deydigan bo'lsa, lekin sizda belgi bo'lmasa, bu degani saraton yo'q degani emas. Bu degani sizlardan onkolog pul ishlash xohlaydi degani emas. Bu degani sizlarda hali boshlang'ich bosqich bo'lishi mumkin, shunchaki klinika belgilari paydo bo'lishiga hali ulgurmadi. Opa-ona, sizga bir savolda endi e'tibor berdim, shu eringizni ketidan qolmaysiz. Boya aytdim, hazillashdim, qo'ying periyosga o'zi kirib chiqsa, yosh bola emas-ku desam, hamma joyga mendan boradi. Mana shuncha misol uchun amakani qo'ying. Endi siz amakani yonida yuribsiz, amakadan ko'ra ko'proq siz kuygansiz. Chunki bu operatsiya biladi, lekin sizni qo'lingizdan hech narsa kelmaydi-da, operatsiya qila olmasangiz, periyosga qila olmasangiz, ukol qila olmasangiz, siz faqat yonida turib duo qilib, misol uchun shu erim yaxshi bo'lsin degan insonsiz. Albatta. Mana ikkita savolim bor. Birinchisi, nima uchun betga keldingiz? Shu savol menga qiziq. Har doim so'rayman. Endi nima uchun bu savolni so'rayman? Aytamanki, baribir kamchiliksiz bo'lmaydi. Qanaqadir kamchilik menda bo'lsa, nimada bo'lsa, shularni to'g'rilashga harakat qilaman men. Nima uchun ikkita uchta ishxonada bo'lgansiz, больницаga borgansiz, lekin siz qaytib baribir Toshkent shahar onkologiyasiga kelibsiz? Albatta.
Birinchidan bunga nima qilganimiz, bemorimizni mana Erkin akani o'zi siz aytgandek 3-4 joyda ko'rdik, bordik, o'ziga qo'ydik. Endi bunaqa vaziyatda, bunaqa kasallikda masalan men o'zim bunday qiling deyishga anaqam yetmadi-da. O'ziga huquqini tanlash huquqini o'ziga qo'ydik. Mayli qaysi kelsa o'sha siz aytgandek tarmoqlarda ko'rib qoldik. Men o'sha tekshiruvda Toshkentda yurganimizda ko'rmadim o'sha sizni unaqalaringizni-da. Bu yerda turganimizda ko'rmadik. Uyga ketgandan keyin uyda o'tirganimizda qizlarim ham ko'rib qoldi. Bu kishini o'zi ham sizni gaplaringizni men hamma nima qilingizni bir boshdan ko'rib chiqdim. So'zlaringizga e'tibor berdim. Keyin o'sha operatsiya jarayonidan keyin ham mana javob berasiz-ku, mana javob berdingiz. Undan keyingi holatlarni ham siz o'zingiz nazoratimda masalan o'shaning orqasini ko'rib turaman, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Menga o'sha joy menga anaqa bo'ldi. Masalan, doktorga kelasiz, o'sha doktorning ishi bitgandan keyin sizga javob berib yuboradi. Keyin u yog'i ba'zi bir doktorlarga misol uncha qiziqmaydi-da. Siz o'shani orqasini qancha vaqtda nima qilish kerak, nima qo'yish kerakligigacha qaysidir bir nimangizda nima opajon qiziqadi. Aytib o'tgansiz ekanda. Xo'jayingiz operatsiya qilib olib chiqquncha men 28 ta 20 sochim oqardi. Albatta. Конечно, qiziqaman. Nima bo'ldi, nima qanday nima. Keyin men bu kishiga aytdim, qarang dedim, bu doktor dedim, mana shunaqa joyiga ham juda qattiq e'tibor qilar ekan dedim. Yana ham o'zingiz bilasiz dedim. Agar siz xohlasangiz, mana shu doktorga, xohlamasangiz, lekin borish kerak dedim. Albatta borishingiz kerak. Siz o'ylagan narsa emas bu deb bu kishi bilan rosa ko'p tortishdik, bahslashdik. Uyda ham bunaqa ishonch yo'q. Men yaxshiman-ku, yaxshi yeb ichyapman, hech qanaqa to'siq yo'q, boshqa yo'q. Ko'nglim aynimasa, boshqa qilmasa, faqat shu bitta nimasi axlatida nima bo'lgan, men o'zim rangi sarg'ayib, qanday kuchsizlanib boraverdi-da. Sizda bir narsa bor deb boshidan doktorga murojaat qilishga men o'zim siz aytgandek doim oldida yuribsiz, yonida deganingizdek qo'ymay o'sha grijadandir balkim, yuring grijani ko'rsatamiz deb borgan. Sразу grijani masalasini hal qilib ketdik, grijani ham sразу yopib berdik. Rahmat, shunaqa bo'ldi. Bitta qilib. Sizga kelishimizdan asosiy maqsad shu. Sizga keyingi ham yana davomiylik nazoratda bo'lib turamiz, xudo xolasa. Endi eslatmoqchiman, mana hozir bu gap ko'tarildi, axlatni qora bo'lishi, chunki bu endi har doim oshqozon saratonida uchramaydi axlat qora bo'lishi. Bu misol uchun yazvada bo'lishi mumkin yoki oshqozon yarasi qonaganda bo'lishi mumkin, 12 barmoqlikda bo'lishi mumkin. Buni sabablari ko'p. Lekin eslatib o'taman, oshqozon saratonini belgilari bu axlatning qorayishi, quslich yoki ko'ngillanishning paydo bo'lishi, ovqat yeganda ovqat o'tmasdan boshqatdan bir necha minutdan keyin qusish, sababsiz ozib ketish yoki oshqozon sohasida har xil og'riqlarning paydo bo'lishi. Undan tashqari ko'p bemorlarimiz e'tibor bermaganligi sababli o'sma o'sadi, raspat bo'lgandan keyin yemirilish boshlagandan keyin sababsiz terlash bo'lishi mumkin. Agar bunaqa bu belgilar uchraydigan bo'lsa, albatta onkolog yoki hatto o'zingizda o'sha poliklinikazdagi xirurgga deymizmi, terapevtga albatta uchrash kerak. Albatta. Onkologiya bo'lmasa ham, hatto mana bu yara bo'lgan taqdirda ham uni davolash kerak. Chunki oshqozon saratoniga asosiy olib keluvchi sabablardan biri bu o'z vaqtida davolanmagan oshqozon yarasi. Shunday. Oshqozon, chunki bizda ko'pchilikda oshqozon yarasi bor, sabab biz noto'g'ri ovqatlanamiz. Ovqatlanishimiz og'ir ovqat, yog'li ovqat, xamir, go'sht. Shuning uchun bizning territoriyada oshqozon saratoni ko'p uchraydi. Keyin sizga ikkinchi savol bermoqchiman. Ikkinchi savol, misol biz operatsiyaga kirib ketdik. Siz mendan so'radingiz, necha soat bo'ladi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Men hech qachon operatsiyaga kirishdan oldin falon soat bo'ladi deb aytib aytishi o'zi men uchun noto'g'ri. To'g'ri. Chunki bizning ustozlar aytadi, qorin bu shunaqangi narsaki, bu sandiq. Sandiq ochib ko'rmaguncha ichida nima borligini bilmaysan. Shunday. Endi shunaqa gap so'zlar bor. Biz ham qorinni ochmaguncha oxirgi diagnoz qo'ya olmaymiz. O'sha operatsiya vaqti bo'ldi, adashmasam ko'p bo'lmadi, 3 soatmi, 4 soat bo'ldi. O'sha paytda nimani o'ylagansiz? Aytib, qizlaringiz bor edi, adashmasam, 4 ta qiz bor edi, adashmasam. Qizlarim bo'ldi. Ayolingizga nima kelgan? Ukasi bo'ldi yonimda, bojasi bo'ldi yonimda, o'tirdik xayolimga. Endi uni Nimadan qo'rqqansiz o'sha paytda? Endi nimadan qo'rqasiz? Eson-omon chiqsin dedim faqat. Aytgan bo'lsangiz kerak, erim yaxshi chiqib qolsa, men bunaqa ish qilaman keyin bordim, to'g'rimi? Albatta, xudo xolasa.
Ha, u narsalar ham bo'ldi. Faqat Alloh dedim, lekin Alloh bilan gaplashib o'tirdim to shu kunga qadar. Biz ham xursandmiz. Biz sababli siz ham yaxshi bo'ldingiz, operatsiya o'tdi. Chunki Allohga behisob shukr. Erkin aka, mana sizga bir savolda men ko'pchilikdan so'rayman, chunki men uchun qiziq. Buni tan olasiz. Bu fikr hammada bo'ladi. O'ylagan bo'lsangiz kerak, misol uchun men sog'ayib ketsam, ey xudo, meni sog'aytirgin, men palon ishni qilaman. Shu sog'ayganim uchun deb. Endi bandadan yashirgan narsani Allohdan yashirib bo'lmaydi-da. Xudo xolasa, men uyga bora solibman-ku, biroz muddat o'tib shu kam ta'minlangan nochor oilalarga bir ehson qilish niyatim bor. Bu yaxshi narsa. Bu yaxshi narsa, foydali ekimga deb foyda sizga bu yaxshi narsani o'ylayapsiz. Buni qilish kerak. Imkon bo'lsa qilish kerak. Bu yaxshi bilan qo'shilaman. Chunki kimdir aytadi, men yaxshi bo'lib ketdim dedi, menga o'xshab hali yaxshi bo'lmaganlar bor dedi, o'shalarga yordam beraman dedi, sizga o'xshab. Chunki bu narsadan o'zi o'tdi-da, nimaligini bildi-da. Shunday. Yoki bu ish qilaman, bu ish qilaman, etga boraman dedi, betga borishim kerak edi, u davlatga boraman dedi. Shuning uchun biroz sizdan so'radim men. Rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, agar sizlarda qanaqadir yuqorida aytib o'tilgan belgilar bo'lsa, yana bir aytaman. Bilib turib inkor qilmanglar. Yoki ishga borishim kerak, vaqtim yo'q, uni yo'q. U sog'liq topilmaydi. Hech narsa bilan uni onkologiyadan sizlar qaytarib sotib olmaysizlar. Eng yaxshi yo'li oshqozon saratonini oldini olish. Bitta oson yo'li bu. 45 yoshdan yuqori bo'lgandan keyin 46-47 bitta yo'li bor. 1 yilda bir marta gastroskopiya qilish kerak. Ya'ni zond, xalqimiz tilida zond qilib turib oshqozonni tekshirish kerak. Shunday. Shunda siz uveren qo'rqmasdan yurasiz. Balki qanaqadir yazva bo'lishi mumkin yoki bir polip bo'lishi mumkin. Bularni oldirib o'z vaqtida davolasangiz, siz 100% onkologiyadan qutulib ketasiz. Keyingi yil keldim, yana bir marta tekshirish kerak. Bunga 3 kun vaqt ketmaydi. Bunga 2 soat vaqt ketadi. Shunday. Och qoringa. Unga tayyorgarlik ham ko'rish kerak emas. Shunday. Och qoringa kelasiz, o'tasiz, ketasiz, tamom. Boshqa qiyin joyi yo'q bu yerda. Shunday. Men Erkin aka, men siz uchun xursandman, opa siz uchun xursandman. Ishimiz yaxshi bitdi. Rahmat. Men uchrashib turibmiz, sizga javob berganman. Bugun shunchaki ip oldirishga keldilar. Rahmat. Agar sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'lsa yoki ikkinchi fikr kerak bo'ladigan bo'lsa, tushunarsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga yordam berishga tayyormiz. Rahmat. Hammasi uchun rahmat.